Horma Sherzod. Ha, Ahror, qalaysan? Nima sen meni mashinista bilan qamalib ketdi deb yuribsan? Qachon shunaqa debman? Kim aytdi? Dadang aytdi. Sher, nimaga unaqa gap tarqatib yuribsan? Ey Ahror, dadam yoshligimdan beri senga tenglashtirib keladi. Ahror u qildi, Ahror bu qildi, mashina oldi, sex qurdi. Sen hech nima qilmading, puling yo'q. O'sha kuni rosa jahl ustida shunaqa deb yoribman. Uzr lekin. Amakim ajoyib ekanlar-ku. Ha mayli, xafa emasman. Yurma ukaga. Yo'q, o'zing borib kelaver. Mashinam toza. Hozir yengil artib turdim. Ha, dada, sekin tushaverasizmi? Nima qilamiz bitta? Dada, kecha aytgan sanatoriyam bu. Davolanib, lechini olib chiqasizda. Mani sabrim chidamaydi. Lechini olib, ukol-bukol davolanishga kerak emasman. Ketdi uyga. Dada, Ahrorning dadasi ham yaqinda shu sanatoriyada davolanib chiqib ketdi. Yo'g'i, shetda yotdim. Yurchi bir ko'ramizmi? Davleningiz ham oshib ketibdi, sahringiz ham oshgan ekan. Ha, doktorlar shuna deyapti. Men yoshligimdan ikkolam olmaganman, dori-pora ham ichmaganman. Men ikkolam dori ham kerak emas. Bunaqa lechina qilmaysizlar menga. Hop. Bizda o'zi ukol dori yo'q. Bizda tabiiy, shu asalari bilan davolanadi. O'zi ham bitta lechina olsangiz, mana shu hamma kasalingizga teng foyda qilaveradi. Ha, yaxshi. To'lov qancha bo'ladi? Bir kurs lechinamiz 7 kun bo'ladi. Oddiy xonamiz 2 million bo'ladi. Lyuks xonamiz 2,5 million. 2 million xonaga to'lasam, lechinaga qancha to'layman? Shu 2 million, 2,5 million ichida uch mahal ovqati, yotog'i, muolaja, hamma yoq shuning ichida bo'ladi. Sanbatga dadamdan tezsiz qutulib o'ldiray deb olib keldingmi? Dada, xudo saqlasin. Nega unaqa deysiz? Asalari chaqsa qara azobligini bilasanmi san? Birinchi olganimda o'lib bo'laman deb o'yladim. Dada tabib boshida aytdi-yu, asalari chaqqanda 1-2 kun qiynalasiz, keyin moslashib ketasiz dedi-yu. Men bu og'riqlarga moslasha olmayman. Yig'ishli narsalar ketamiz. Kamiga 500 ming so'mdan qochib, mana shuna oddiy xonaga joyladik. Ahror tag'in dadasini lyuks xonalarda davolatgandir. Pastlik qildinglar shatda ham. Nimaga pastlik qilaman dada? O'sha kuni ko'rdingiz-ku, lyuks xonalar hammasi band edi. Dada boya tabib bilan gaplashuvdim. Sahringiz ancha tushibdi, davleningiz ham joyiga kelibdi. Shu vaqtgacha biror marta men gapimni ma'qullamagansiz. Shu safar mening gapimga kiring. Lechinan oxirigacha oling dada. Menga sog'ligingiz kerak. Yaqinda Ahror dadasini ko'rdim. Davolanib chiqib ketgandan keyin ancha tetik bo'lib qoldi. Ahror dadasi ancha tetik. Sababi uni Ahrorning o'g'li bor. Senga o'xshagan yolg'onchi, past, landavor o'g'li yo'q. Dada, xafa bo'lmang. Siz ham yoshligingizda boy bo'lmagansiz-ku. Oshir menga.